Bugun siz bilan o'zbek seriallarining eng yaxshi nomini aniqlaymiz. Tayyormisiz? Boshladik. O'zimdan kichkina bola bilan yurishni xohlayman yoki jazmani kaltaklagan kelin. Jazmani kaltaklagan kelin. Jazmani kaltaklagan kelin yoki kelinim qiz bola emas ekan. Kelinim qiz bola emas ekan. Kelinim qiz bola emas ekan yoki xotinim homilador. Bola ukamdan ekan. Voy. Bormi o'zi shunaqa serial? Ha, bo'pti. Bola ukamdan ekan shunisi. Xotinim homilador. Bola ukamdan ekan yoki kuyovni yechintirgan qaynona. Bormi o'zi shunaqa? Kuyov deyish. Ha, bu kuyovni yechintirgan qaynona. Kuyovni yechintirgan qaynona yoki ikkinchi erimni o'g'li meni zo'rlamoqchi bo'ldi. Oho, ikkinchi erimni o'g'li zo'rlamoqchi bo'ldi. Yaxshi serial. Ikkinchi erimni o'g'li meni zo'rlamoqchi bo'ldi yoki dadamning do'stiga xotin bo'ldi. Dadam do'stiga xotin bo'ldi. Dadamni do'stiga xotin bo'ldim yoki qaynotam zo'rlamoqchi bo'ldi. Qaynotam zo'rlamoqchi bo'ldi. Qaynotam zo'rlamoqchi bo'ldi yoki kelinim erimni jazmani ekan. Deb mana tanlab qo'ying. Ha, kelinim erimni jazmani ekan. Kelinim erimni jazmani ekan yoki ustozimdan homiladorman. Ustozimdan homiladorman. Ustozimdan homiladorman yoki qaynotamdan homiladorman. Qaynotamdan homiladorman. Qaynotamdan homiladorman yoki rahbarimdan homiladorman. Ha, bo'ldi-da. Homiladorman boshqa bir. Boshqa rahbarimdan homiladorman. Rahbarimdan homiladorman yoki dadam